Necha kirdingiz? 94 yoshga. 94 yoshgasiz. Maşallah. 94 yoshga. Biz ham xuddi siz yoshingizga Mana hayroy so'raylar mana shu. Siz yoshingizga to'layman. Yetasizlar. 1 million 110 ming 104 ming pul olaman. Pensiya. Pensiya. Yaxshi. Yetadi. Ana shu. Er-xotinlar o'rtasi mabodo urushib qolsa, kim birinchi kechirim so'rash kerak? Men shu ayol bilan 5 ta farzand ko'rdim. 52-yili u kirardi. 52 kirardi. Bir hech bo'lmasam 70 yil birga yashadik. Senga borib, sen shuni olib kelgin, shu ro'zg'or shu kerak degan joyi yo'q. Men buni sen o'y ro'zg'orim kamchilik bormi degan joyim yo'q. Bilaman. Menga kolxozda qo'yib bor edi. Davlat katta edi. Ikkita otim bor edi. Ha, shuning uchun endi hozir men murrig bo'lib qolganman. Dardingizga xabar bo'lmaysilar.